farovon hayot, mol davlat, kasb hunar, dunyo kezish, bularning hammasi hayotimizning ajralmas bo'lagi bo'lishini xohlaymiz. Hayotimizning bu bo'laklarning poydevori albatta bilimdir. Agar hayotimiz poydevoriga bilim asos bo'lmasa, hayotimiz xonavayron bo'ladi. Bilim zaxirasi hammada har xil. Kimdadir katta, kimdadir kichik, kimdadir umuman yo'q. Avvallari insonlar minglab kilometr masofalarni bosib, bilimga ega bo'lardi. Izlanardi, axtarardi, xullas mashaqqat bilan erishardi. Hozirgi zamon esa bizga bilimni hech qanday qiyinchiliklarsiz olish imkonini bermoqda. Zamon tezlashmoqda, imkoniyatlar ham. Oldin biz kitob o'qigan bo'lsak, hozir kitob o'zini o'zi bizga o'qib bermoqchi. Eshitilishi biroz g'alati. Siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, endi bilimdan uzilib qolmaysiz. U doimo qo'l ostingizda hamrohingiz bo'ladi. Quloqchinlarni oldin musiqa tinglash uchun ishlatgan bo'lsangiz, endi ular sizga dunyo tillarini kitobdan o'qib o'rgatadi. Kelajagimiz egalari har sohada ilg'or bo'lishlari, bo'sh vaqtlarini bilim bilan to'ldirishlari, til bilishlari juda muhim. O'zbegim farzandlarining poydevori bilim bilan mustahkam bo'lsin. Ajr Book.